Assalomu alaykum. Sizlar bilan voqealarga real nazar tashlovchi kanal Siyosat va jamiyat. 2025-yilda AQSh harbiy havo kuchlari Isroil-Eron mojarosining keskinlashuvi ortidan Buyuk Britaniyaga avvalroq yetib kelgan 5-avlod F-22 Raptor qiruvchi samolyotlari eskadronni Iordaniyadagi muvaffaqiyat Saltiya bazasiga ko'chirishni boshlagan edi. Bu haqda Itamin Radar nashriga tayanib Interfax xabar bergan edi. Biz bugun sizlarga bular haqida emas, dunyodagi eng birinchi 5-avlod qiruvchi samolyoti F-22 Raptorning imkoniyatlari, afzalliklari, urushlarda qo'llanishi va nima uchun bu samolyot dunyoning eng kuchli qiruvchi samolyoti deb e'tirof etilishi haqida ma'lumot beramiz. Videoni boshlashimizdan oldin like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Tayyor bo'lsangiz boshladik. F-22 Raptor bu shunchaki samolyot emas, balki AQSh harbiy havo kuchlarining texnologik qudrati timsolidir. F-22 Raptor Lockheed Martin, Boeing va General Dynamics kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan. AQSh harbiy havo kuchlari uchun mo'ljallangan dunyodagi birinchi 5-avlod qiruvchi samolyotidir. U dushman samolyotlariga qarshi kurash, qo'shinlarni havo hujumlaridan himoya qilish va razvedka missiyalari uchun mo'ljallangan ko'p maqsadli samolyot. AQSh harbiy havo kuchlari 2005-yildan uni qurollanishga olgan va u stealth, ya'ni yashirinlik texnologiyasi, super manyovr va sensor integratsiyasi bilan ajralib turadi. F-22 ning ilk parvozi 1997-yil 7-sentyabrda yuz bergan. Samolyot 2005-yil dekabr oyidan boshlab rasman qurollanishga qabul qilingan. Jami 195 ta samolyot ishlab chiqarilgan. Shundan 187 tasi seriyali ishlab chiqarilgan. 2011-yilda F-22 dasturi to'xtatilgan, chunki narxi yuqori bo'lgan va F-35 ga e'tibor qaratilgan. Oxirgi samolyot 2012-yilda yetkazib berilgan. Samolyotning maksimal tezligi 2.25 max, ya'ni 2414 km/soat. Xizmat balandligi 20 km. F-22 maxsus shakli va stealth qoplamasi tufayli radarlarda juda kichik, taxminan tennis to'pi yoki marvaritdek ko'rinadi. Super Cruise, ya'ni fosajni ishlatmasdan 1.5 yoki 1.8 max tezlikda uzoq vaqt ucha oladi. Bu esa yoqilg'ini tejaydi va dushmanga sezilmaslikka yordam beradi. Dvigatellari tortish vektori o'zgaruvchan texnologiyasi bilan jihozlangan. Bu esa samolyotga havoda boshqa hech bir samolyot qila olmaydigan keskin burilishlarni bajarish imkoniyatini beradi. Pilot barcha dushman va do'st nishonlar haqidagi ma'lumotlarni yagona ekranda ko'radi. Bu esa vaziyatni baholashda katta ustunlik beradi. F-22 uzoq vaqt davomida faqat tiyib turish vazifasini bajardi va birinchi marta 2014-yilda jangovar operatsiyaga kirdi. 2014-yil sentyabr oyida Suriyadagi IShID obyektlariga aniq zarbalar berishda va boshqa samolyotlarni havo hujumidan himoya qilishda qatnashdi. Tolibonning narko laboratoriyalarini yo'q qilishga foydalangan. Uzoq vaqt davomida havo urushida qatnashmagan F-22 o'zining birinchi rasmiy g'alabasini 2023-yil fevralida AQSh osmonidagi Xitoy razvedka ishlarini urib tushirish orqali qayd etdi. Bitta samolyot narxi taxminan $150 million, lekin dasturning umumiy xarajatlari bilan hisoblaganda har biri $350-400 million ga tushgan. Shuningdek, 1 soatlik parvoz xarajati ham juda qimmat. Ichki yonilg'i baklari bilan uzoq masofaga uchа olmaydi. Bu esa Tinch okeani kabi keng hududlarda yoqilg'i quyuvchi samolyot yordamini talab qiladi. Stealth xususiyatini saqlash uchun qurollar ichkarida saqlanadi. Bu esa uning jami o'q-dorilar miqdorini cheklaydi. F-22 ning jami o'q-dorilariga 6 ta AIM-120 va 2 ta AIM-9 raketalari kiradi. 90-yillar texnologiyasi bilan yaratilgani uchun ba'zi tizimlari, masalan, ma'lumot almashish tizimi yangi F-35lardan ortda qolgan. F-22 ni eksport qilish AQSh qonunchiligi bilan taqiqlangan. Bundan tashqari texnologik maxfiylik, eksport versiyasining yo'qligi, strategik ustunlikni saqlash, ishlab chiqarishning to'xtatilganligi ham eksportning taqiqlanishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham AQSh ittifoqchilariga F-22 o'rniga eksport uchun mo'ljallangan va ko'p funksiyali F-35 Lightning 2 samolyotini taklif qilmoqda. Shuni aytish joizki, Washington F-22 ni o'zining asosiy kuzovi deb hisoblaydi. Uni hech kimga bermaslik orqali AQSh har qanday mojaroda havoda mutlaq hukmronlikni faqat o'zida saqlab qolishini kafolatlaydi. Garchi ishlab chiqarish to'xtatilgan bo'lsa-da, F-22 AQSh harbiy asosi bo'lib xizmat qilishda davom etadi va faqat 2030-yillarning oxiriga borib 6-avlod qiruvchisi loyihasi bilan almashtirilishi kutilmoqda. Qisqacha qilib aytganda, F-22 bu o'z davridan ancha ilgarilab ketgan, takrorlanmas ammo o'ta qimmat bo'lgan havo imperatoridir. Bundan-da qiziqarli videoroliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling do'stlar.